Butun barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Do'stlar, hozirroq lashni bosib qo'yaverasizlar. Samarqanddaman. Taksida prankning navbatdagi soni o'rtoqlar. Bu orqadagi e'tibor bermaysizlar. Bu bizga muxlislardan kelgan sovg'a edi. Xullas kalom do'stlar, bugun bo'lakcha prank bo'ladi degan umiddaman. Sababi sizga qo'yay meni ham. Sababi bugun Ortiq Sultonov bilan prank qilish harakatidaman. Barchalar butun esangiz bilsangiz kerak, tanisa kerak, hamma katta kichik Handalak guruhi, Handalak jamoasi a'zosi Samarqandning Urgutidan ekan. Urgutga ham borib syomka qilib keldim bugun. Ortiq Sultonov bilan qilish harakatidamiz. Xudo xolasa keldimda shunaqa bilmam taniq zarb shogirdiman, mana shunaqa blogerman, sayohat qilib yuribman desam, bo'ldi, ko'rishamiz ukajon dedi. Hozir ko'rishamiz. Agar iloji bo'lsa usta bir Samarqandni birga aylansak desam, bo'ldi, gap so'z yo'q dedi. Bir ijodiy suhbat bo'lardi. Aylanishimiz davomida keyin bitta Instagramga video qilamiz, shuni bir kelishib olamiz dedim. Hozir endi Samarqandda aylanayotgan jarayonimizda Instagram uchun qanaqa video qilamiz degan maqsadda yurganimizda hozir xudo xolasa prank qilamiz qo'ldan kelgancha o'rtoqlar. Hozir qilamiz deymizda, qo'yib gezab telefon bo'ladi. Aka deydi, Buxorodan falonchi Farg'onadan deydi, xizmat bilan kattasi Samarqand. Biz Samarqandda Farg'onaga to'y beradi Samarqandga. Yangilik mi? Bismillah, qani. Yes. Yoping. Bismillahirrohmanirrohim. O'ylagan hamma yaxshi niyatlarini bir ro'yobga chiqsin. O'g'il bo'lsin, bo'lsa Allohu akbar. Hali Zokir Nexia 1 chiqqan paytlari Nexia 1 mashina oldida. Keyin Andijonga bir tadbirga borganimizda Asakani mashin salonida xo'jayini bo'ldi, bitta mashina men o'zim yordam qilaman. Keyin kelganda yiqqan pulingizni olib keling dedi. Xo'p dedim. Keyingi safar Navro'z bayramiga to'g'ri kelib bordik. Odam yo'q endi. O'zga mashina beradigan odam yo'q. Andijondan chiqib ketgan turib. Keyin 3800 qancha pul bor qo'limda. Nexia xayol qilib 7000 8000 shunaqa ekanda. Ana keyincha haligi hafsalar nima bo'lib pir bo'lib tursam, yana bitta tadbir chiqib qoladi. Borsak, o'sha Andijon shahardagi salonda ekan. Tadbir ekan. Keyin men aytdim, "Nima kayfiyatingiz yo'q?" dedi. "Qanaqa mashina bilansiz?" dedi. "Mashina yo'q, men shunday desam, odam jali bag'ri kelgan odam ekan. Bo'ldi dedi Ortiqjon. Sizga bitta mashina dedi. Necha pul bo'ladi? Bering. Qolgani meni so'mdan." Keyin haligi faqat kelishuvimiz shunday bo'ladi. Men sizga bergan mashinani tezda televizorga berib chiqasiz dedilar. Kim bilsa Matizda nazarga tutgan ekan, o'sha bitta Matiz hech kim olmay qo'ydi. Matizda olib, qizga oldi deganlar. Hayotimda birinchi bitta mashinada haydashni bilmayman. Zokir orqaga cho'zilib yotib olgan, Pervalga yaqinlashdikda. Kechasi endi. Shuni Pervalga chiqsam, shunaqangi tuman 20 santimetr ko'rinmaydi-da. Zokir tuman, yani yosh shopir-ku. Zokir ham o'rnidan turib sekinroq, chapga, o'ngga, to'g'rimizga ishor bugun deb aytadi. Ko'paga oddiy bilan qisqa. Chapga, o'ngga deb 10 kilometrlar juda qiyinchilik bilan yurdik-da. Zokir orqaga o'tirgan, bunday qilib, bunday o'tirganman. Sekin o'ngga deb, shuni o'nggasam hech gap yo'q. Biz bittaga Krasmi, Erasmi degan mashin bor-ku. Shuni go'shtning orqasiga tushib qolgan ekanmiz-da. Keyin o'sha orqasida qiynab yurgan ekanmiz. Mashinani hozir qarang, ko'rib odamni havasi keladi mashinlarni. Bitta mashinani olasiz, dahshat mashin. Uni ko'rib havasiz ketadi. Bu yerda bu turishda bir orzuyimizdagi mashinani minib o'tib ketamiz shekilli deyman. Siz kechasiz? Hech ko'p. Gap yo'q. Qimlar yuribmiz. Endi men 3-4 yildan beri Samarqanddaman. Biz ham asha sayohat qilib yuribmiz O'zbekiston bo'ylab. Shu sayohatim mobaynida endi mana Sirdaryodan boshlanganidan vodiy tugatdim. Sirdaryoda 2-3 kun bo'ldik, Jizzaxda 2-3 kun bo'ldik. Bugun endi mana Samarqandda 3-kunimiz. Siz bilan ko'rishni niyat qilib, yoshligimizdan shu Handalak guruhini sirlardi, har bir konsertlar, mana ko'rsatuvlar, hammasini ko'rib katta bo'lganmiz. Biz ham mana shunaqa sohada harakat qilmoqchi bo'lganmiz-da, o'shuning uchun sizlarni kumir deb bilganmiz-da o'zimizga. O'shanga sizni ancha ko'rib turamiz. To'yga Jizzaxga to'yga borsam, kuyov bola menga qarab kulaveradi-da. Keyin hamchi kulyapti, deshib ekan, gapirdim, qarayman, yo butun joyda turibdi, bilan ochilib qolganman, o'ylaysizmi? Oxiri bo'lmadi, kulovlarni sekin yoniga o'tib, "Buncha kulasan" desam, "Sunnat to'yda ham xizmat qiladigan" dedi-da. O'sha biza bu qalik demoqchiman endi hozir
haligi biz otasini sunnat to'yini o'tkazib berganlarni farzandlarini nikoh to'ylarida ishtirok etyapmiz. Biz ham eski odam deymanda. Samarqand to'ylari ham bo'lak ekan, lekin Ha, bizda endi bir narsa paydo bo'lsa, bir oy yildan keyin Toshkentda paydo bo'ladi u. yo'q, shuni Samarqand oldinda demoqchimisiz? Shunday. Endi hozir Samarqandda juda ko'p yangi nimalar narsalar moda bo'lyapti. Men o'ylayman, endi 1 yil emas, 2 yil ketadi buni yetib borishguncha. Shunaqangi haligi orzu havasi yaxshi ko'radigan xalqda bu Samarqand xalqi. To'g'ri. Men aytaman, yaqinda akamni o'g'li to'y qildi. O'zi Moskvada somsa yopadi. Ha. Keyin shu 1200-1300 dollar oladi, xotini idish-to'g'ri piyoz bilan to'g'rab beradi. 600-700 dollar xotin, o'zi 2000 dollar daromadi bor. O'sha uyda yotadi, ovqati bepul, yotog'i bepul, o'zi 2000 jo'natadi. Bu yig'ilgan bu yerda onasi yiqqan, kelyapti, ko'pkari to'y qilaman deydi. Hamma cho'l qiz bo'lmasang, sen nimaga ko'pkari aka deydi, 5-6tasiga deydi, nima olib berganman deydi. Otni bolasi nima deydi? To'ymi? To'y berganman deydi. Qaytarish kerak deydi. Keyin aytdim, og'ayni. Uy boshlab qo'ygan bir 7 yil bo'ladi uy boshlanganiga. Men aytdim, shu to'yda pulni bersam beradimi? Qo'y, nima qilib boshqa puldan ko'ra uyingga oyna qo'y, eshik qo'y desam, tushunmaysiz aka deydi. Ayas aytadi, orzu qilganda indamang mayli deydi. Qarang, endi shuncha qiyinchilik bilan topgan pul 500 kira go'jdamlab 3 kun deganda to'y qilib, hammasini joy-joyga qo'yib, hozir ketdik, pul topaylik deb. Hammaqanga havas yaxshi. Gap yo'q. Endi mana birikda endi anaqa narsalar bor, mana oxir paytlar siz ko'rinmay qoldingiz. Men sizni har doim qarayman, chiqmayapsiz. Oxir paytlar siz hali faylasuflikka da'vogarlik qiladigan bo'lib ketdingiz. E'tibor berib turibman, kitob tasavvur paydo bo'ldiki, bugungi kunimizda yaxshi bitta telefoni bor, iPhone 15-16si bor odam bir telekanalda rahbari yo'q. Atrofidagilar telekanal bo'lib qoldi. Qaysi kanalda chiqib ko'proq odam ko'radi, nima qilsangiz chiqyapmiz, qayerdadir chiqyapmiz, aytaylik, ko'radigan nima ko'p yo'nalish. Shu uchun juda qiyin bugungi kunda televideniya orqali bir televideniya orqali emas, mana YouTube'lar, Instagram'larga ham sizlarda baza katta baribir. Baza katta. Qaysi kuni haligi internetda ko'rib qoldim, bir masjidda imom amr ma'ruf qiladi-ku, boshladi 5-10 minut. Meni latifamda aytyapti imom. Haligi eshitgan suyovni Xudoskaram ichib yuradigan bir yigit ish tashlagan ekan, otaxonlar ko'rib, yetishmabdimi desa, tashladigan bola katta bo'lib qoldi desa, yashab yaqaydi, yana ish qilamiz deb. Xullas haligi hayga qo'ymasdan to'g'ri masjidga olib borib, o'shaga juma namoz ekan. Jumada endi bilasiz, ayollar bilmaydi, erkaklar biladi, o'sha odamlar xat yozadi domlaga, onam kasal, duo qilinglar, akam safarga ketgan, duo qilinglar. Men o'tirgan ekan, yelkasiga birov meni qilib qarasa, xat uzatyapti. Bu menga uzatdi deb o'ylaganda birinchi marta bo'lyapti. Hali xat ochib o'qisa, shu akam bilan uy masalasida tortishuv bo'lyapti. Xotinlar o'rtaga tushib nimani buzyapti. Iltimos, akamdan nasihat qiling, yozib berganda o'qib. Men aralashtirmayman, o'zlari hal qilinglar deganda. O'sha domla masjidda amri ma'ruf kishi aytib beryapti. O'rtada xursand bo'lamanki, sharga kelganlarimizni hammasi bo'ladigan hali G'anijon Toshmatov degan ustoz san'atkor o'tgan Mansur Toshmatov o'tadi. O'sha kishi bir gapi bor, aytadiki, ijodni shunday qilish kerakki, qarigan sari qilgan ijoding o'ziga yarashib boraversin deganda. Xil ijodkorlarni aytadi, 50 ga kirganda o'sha qilayotgan ishini qilib bo'lar ekan, deymanda. Qarigan sari qilgan ijod sizga yarashib boraversin deganda. To'g'ri. Bu o'zbekcha san'atni, o'zbekcha masalan, yo'riqnomasi. To'g'ri. Endi hozir oxirgi paytlar mana sizlar chiqmay qo'ydinglar, balki tan oldinglarmikin degan fikr ham kelyapti-da endi. Bilmayman, ana ijod qilganlar kelib qoldimi yoki raqobat kuchayib ketganiga yoshlar kuchayib ketdi. Biz qolib ketyapmiz yoshlar degan fikr bormi? Yo'q, men boshqa gap. Sindinglarmi yoki usta endi? To'g'ri tushunmagan gaplarim usta. Hayotdagi gaplar. Gap shundaki har bir san'atkorning o'zining davri bor. Biz o'z davrimizda zo'r edik. Bizni davrimizda, bizni yonimizdagilar ichida bizga yetadigan odam bo'lmagan. Haqiqatan zo'r bo'lganmiz. Saylovlar qilganmiz, katta sahnalar qilganmiz. Xalqlar do'stlik saroyida o'ylab kasb qo'yganmiz. Endi bizda keyingi avlod kuni hozir. Hozir oqanlar
boshqa. Shuning uchun hamma o'z davrida yashagani ma'qul. Endi men ilmiy ishlarim bor, kitoblarim bor, hozir qurilishlarim bor. Men hamma narsa qiziqaman, o'sha qiziquvchi bo'laman. Keyin bu yerga o'sha materialga boshliq qo'ydi, qani davlat ish qiladi, uni ham ko'raylik, unda ishladim. Mana shunaqangi jarayonlarda bo'lib Zokir aka bilan nimaga ajrashib ketdinglar? farzand bo'lmadi aka. Farzand bo'lmadi. U meni aybdorlaydi, men uni Ha. endi mana uylandim, u ham erga tegdi, ko'ramiz aytiblarga. Siz uylandingiz, u yerga tegdi. Siz qaysi birlar kattasizlar? Mendan 1 oylik katta. U 20-mart, men 29-aprel tug'ildim. Bir sinfdoshmisizlar? Kursdosh. Ha, sizlar ikkovlar ham Samarqand viloyati Urgut tumanidan. Ikkovlar ham. Endi Zokirlarning qishlog'i narigi tarafda, men tog' tarafdaman. O'rtamiz 18 kilometr. Hozir endi meni o'ylantirgan savol, sizlar bu yoqdan tanishib turib ketganmisizlar yo o'sha yoqda tanishganmisizlar? Toshkentda tanishganmiz. Toshkentda shu kursdosh bo'lib turgandan keyin tanishgansizlar. Endi hozir sizda yana konsert qilish niyat bormi? Yangi hazillar bormi sizda? Aka, men Yo, o'sha eski anaqa hali hamma bilgan latifalarmi yoki? yo aka, endi O'g'irlangan latifalarmi yoki? Siz ana orada bir Hamdan Sobirov haqida gapirib chiqdingiz orada, ha? Endi men o'ylab qoldim, hani odam ijod qilishdan to'xtab qolgandan keyin hech singanini tanogiz kelmayapti, shu trendda turganlarga PR qilib chiqyaptimikin, usta degan fikr ham keldi menga hayolimga. Endi shunda meni Hamdan Sobirov haqida gapirsangiz shov-shuv bo'ldi-yu, deb turib. men Shunga endi hozir shov-shuvni kutmagan edim. Ha, endi hozir men siz bilan ko'rishaylik deganim, sizga bir ikkita fikrlar berib ketmoqchi edim. Hali kichkina bola aql o'rgatyapti demang. Yo, endi sizni hurmat qilaman lekin. Hozirgi kunda nafasi sizlarda. Sizlar olayotgan har bir nafaslaring bizda 5-6 nafasga tegishi uchun. Yo. Endi hali diqqat bilan eshitamiz doim. Endi deydi, Hamdon Sobirovga aytganda, Hamdon Sobirovdan intervyu olishganda men kitob o'qimayman debdi-da u bola. Ha. Keyin men endi aytdimki, gapim san'atkorda orqasidan ergashadigan muxlis ko'p. Men kitob o'qimayman demaslik kerak, bu noto'g'ri dedim-da. Nima o'qimagan bo'lsa ham 4-5 ta kitobni xotirjam bilib olib, qora kitoblar o'qigaman deb aytish kerak-da. Uyat bo'ladi san'atkor. Desam, buni endi boyagi hamma har xil tushunar ekan. Kuniga 500 ta, 600 ta nima o'chiraman-da, hali kommentariyalarda. O'sha paytda Zokir haqida ham bir gapirdim. Haligi Bobur Mansurov bilan chiqibdi-da-yu, ikkalamiz qilgan narsani qilibdi. Birinchidan men qarshi emasman, yangi narsa qildi, nima qildi endi deb turib gapirdim. Xafa bo'libdi mendan. Biznikilar darrov xafa bo'ladi, lekin men xafa bo'lmayman, chunki siz aytayotgan gapni ichida qaysidir menga nafi tegadigan gap bo'lsa, demak o'sha kun men uchun men sezyapman, sindi degan gapni ko'p ishlatyapsiz-ku. Hali priyomda bu siz meni qandaydir bir qo'zg'amoqchi bo'lyapsizmi, boshqa qilyapsizmi? Men endi yo'q, nima siz tanogiz kelmayapti shekilli balki. Yo'q, men tanogiz aytyapman. Bugun meni kunim emas, bugun avzoxonlarning kuni, bugun Nodir yo'llarning kuni, bugun dizayn, bravolarning kuni. Yana 5-6 yildan keyin yana 4 tasi chiqadi-yu. Yana bittasiga boshiga o'tirib olib turib, avzoxonga sindingizlar deb savol davom etib o'lmaydi bu savol. Davom etaveradi shu uchun. Endi so'raganda ayb yo'q, siz ham yoshingiz katta bo'lsa kerak, nechinchi yilsiz usta? Men 71. 71? 54 yosh. 54 yosh. Dadamdan kichkina ekansiz. 54 yosh. Ana 4 ta farzand ko'ra, 3 ta o'g'il uylangan. Ana yaqinda mana 7-navara tug'ildi, 7 ta navara. Yo'q. Boyagi turgan o'g'lim Qaqqaqadagi Tohir Raqibov bor-ku, brata. O'shani kuyovi, o'rtanchi o'g'lim. Ha, Tohir akaniki. Bu endi hozir er-xotin kelgan, bu yoqda menga yordam berish uchun kelgan. Bizga aytdim, hozir qurilishlarimiz bor, bir narsalar bor dedim, o'shalarni nazorat qiladi bular er-xotin ikkovi. Endi yaqinda kelinga hali xonadon bolalar bog'chasi ochib berdik. O'shanaqa yo'nalishni qo'yibdi u. Demak, bu san'atdan hali yo'lingizni topishingiz, o'sha san'atdan demak pul kelmay qo'ygan, siz chiqolmayapsiz-da, o'sha bizneslarga urdingiz o'zingizni, to'g'rimi endi? Endi deydi aka, hammasi qo'yishimiz kerak ekan boshida. Biz boshida shu narsaga qiziqmagan ekanmiz-da. Ko'p pullar qo'limizdan o'tib ketdi-da. Qishloqda bir choyxona quribman deydi. Keyin sotishga to'g'ri kelib qoldi dedi, shu egasiz bo'lib qoldik. Akam chaqirib, akam prorablar degan. Aytib, qancha ketgan bu qurilishga? 40 ming ketdi dedi. Keyin men aytib, shu 40 ming ketgan bo'lsa, olinglar kim olsa olsin dedi. Men aka-ukalar oladi. Tog'amiz oldi, bergan olmadi.
Men qurayotgan paytim 3 xonali dom 3,5 ming dollar edi. Bu degani 40 ming degani u paytda 13 ta dom beraydi-da. Sotgan paytimda 35 ming edi bitta dom. Demak, qarang 12 ta dom yutqizilgan. Shunaqa nimalarimiz bo'lganda. Endi yana hozir mana orada asha hamdan solib beribdi, gapirib bir ko'tarilib oldiz-ku. Yo'q bo'lib ketgan joy. Ha, zo'r bo'ldi. Endi hozir biz trendda turibmiz-da hozir endi. Endi hozir mana ko'rishib ketganimizdan keyin ham nimadir devor meni orqamda. Nima devor? Ya, deymi, o'zingizga qanday ish qilasiz? Hali tug'ilmagan bolaga ism qo'ymaylik. Yo'q, siz sizlar chiqtirib, ana g'ayrat kelib Samarqandga o'z jumlasalar deb desiz bo'ldi, o'sha g'ayrat kelib Samarqandga yag'igacha o'tmaydi o'sha. Bo'ldi, sразу rektasi, sразу shov-shuvda xabarlar, shok, Olsultonov g'ayratni nima dedi? Shok, dahshat, ana xolos nima edi? Like bosing, picha bor, suyakka qadaldi. Ana chiroyli Odamlarga qarayapti, bo'lib ketadi o'sha hammasi. Juda ko'p ketadi. Endi nasib bo'lsa, G'ayrat aka, bizda Samarqandimiz haligi shunday bir bag'ri kengligi borki, o'sha bag'ri kengligi o'sha menda joylashib bo'lgan. Bugun endi ustoz, bugun endi hozir mana bizni bag'ri kenligimiz, mehmondo'stligimiz deyapsiz. Biz kamanda 5 kishi kelganmiz, bugun bir Samarqandda qoladiganmiz. Endi Samarqandda qoladigan bo'lsalar, qoladigan joylar ko'rsatamiz. Qayerda qolsa bo'ladi. Yetilib sabr qil. Yetalabgacha qaylada. Yetalabgacha aylanib tursanglar-di. Unda toza ham katta yutuq erishadi. Chunki hamma joyda syomka qilasizlar. Ha, yetalabgacha aylanib tursanglar, men shu ertalab 9:10larga qatta qolsa bo'lasizlar, aytib boraman-di. Ha? Men yugursa ham bir hovuch bo'laman, bir hovuch, 10 yugursa ham bir hovuch. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Tinchmisiz? Rahmat aka, charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Ortiq Sultonov yonimda handalay. Vohada askarga tushmaydi-da. Shuna endi sizga bitta gap aytaman. Apamasmiz mendan, gaplarimni bo'lmadingizmi? Yo, men boshda aytayapman-ku, men mana shunaqangi aqlli gaplarsa xursand bo'laman. Gapirgan gaplaringiz endi kulgili emas, aqlda. Shuning uchun to'g'ri qabul qilamiz. Shuning uchun mehmonlar uchun nima turibmiz? Bo'lsam biz bilamiz. O'ylayman, bu savollarni vodiga borganda bir takrorlaysiz, haqiqiy reaksiya o'shada ko'rasiz. Yo'q, sizni hurmat qilamiz. Sog' bo'ling. Mashinada to'g'risini aytaman, yashirin kamera o'rnatganman mashinaga. Siz bilan hazil bo'lyapti. Siz bilan hammasi hazil bo'lyapti mashinada. Yashirin kameramiz bor usta. Bemalol nimada o'tiriblar haligi sekinroq yana tez haydaydi kamera bor. Endi hozir bu siz hech kim yurmayapti-ku. Endi sizlarga asablaringiz o'ta tinch ekan lekin. Xotirjamman. O'ta xotirjam ekansiz. Xotirjamman, chunki men davlat ishida bir kelishadimi? O'sha xotirjam qilib bergan odam. Shunisi bilan nima ekan, o'ziga xos ekan. Xotirjam bo'larkan odam. Endi o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin sekin xotirjam bo'lasiz. O'ta xotirjam ekansiz siz. Xafa emasmiz gaplarimdan. Men sizga bunaqa gaplar gapirishni to'g'ri. Siz qaysi gapni xafa bo'lishi mumkin? Ya'ni sindinglar, hamdan Sobirevga gapirib ko'tarilib oldingiz yana, menga ham gapirib ko'tariling deganlarni bo'lmadingizmi mabodo? Yo'q, biz bu gaplarni haqiqatni aytdingiz deb haqiqatni qabul qiladi. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, qadrli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi pranklarda kimlar bilan prank qilishimizni xohlasizlar, Xudo xolasa. Men sizlar Zokir aka bilan prank qilaylikmi? Kommentga yozib ketinglar, Xudo xolasa. Men sen shu prank degan ism keldi. TikTok, prank, yana bor, Wi-Fi. Nima? TikTok, Instagram borda endi. Vine. O'sha bir bo'ldi farqini men bilmayman. Shu farqi nimada bilasizmi? Aytib tomoshabinlaringizdan bilib olaman. Vine endi qisqa hazillarda 1,5 minutlik narsalarni Vine qilib Vine deb olamiz. Endi undan kattalari YouTube'ga ko'rsatib bo'lib ketadi. Men perdasha bo'lib ketyapti. TikTok ham o'sha, TikTok shunchaki Instagram, YouTube'ga o'xshagan alohida platformada, uni auditoriyasi boshqa. TikTokni ko'radiganlar o'sha Vine'da TikTok deb ko'rishadi. Yo'q, TikTok, Instagram degan platforma bor-ku, xuddi TikTok boshqacha platforma. Shu, YouTube boshqa, Instagram boshqa-ku, mana xuddi shuni singari, u ham shularning qatoridagi alohida platforma. Prosta bunda TikTokda bachkanalik ko'p. Yarim yalang'ochlik, bachkanalik, ma'nosiz narsalar ko'p TikTokda. Odamlar paypog'ini yechayotganini olib bunday video qilib borsa ham 100 ming like bilan prosmotr bo'lib ketaveradi. Uni hali rekomendatsiya degan narsasi noto'g'ri qo'yilgan TikToknikini. Keraksiz narsalar ham prosmotr bo'lib ketaveradi.
Misol uchun Instagramda, YouTube'da faqat mehnat qilsak prosmotr olamiz-ku. Yaxshi bo'lsa, TikTokda unaqa emas. Yaxshi yomon shunchaki videoni o'zi bitta qanaqadir vahimali muzika bilan mana tomonga qarab turib ekranga mana shu yerdan hozir nimadir ko'rinadi deb yozib qo'ysa, o'sha ham rekka chiqib ketaveradi. TikTok uchun shun bo'lmaydi. TikTokda keyin jonli efir qilishadi, shart bajarishadi. Bir-birini garshokka kallasini tiqqan, chachini qirib yuborgan. Haligi yumurim borda men 2000-yillar 2003-yillar qilganmanda qo'shnimiz xotinni o'padi. Sen yaqsiz bo'lmaydimi desa bo'ladi-yu. Xotinni o'pib qo'shni xafa bo'ladi. Ha, eshitgan, ko'rganman. Shuni bir 10 kishi o'ynadi shu kungacha. Birov endi o'ynaydi ular. Ha, ko'pchilikda ko'rdim uni. Nima qilardi? TikTokda o'ynaydi. Ishonasizmi, men biz sal ilmiy ko'z bilan qaraymizda. Men masalan TikTok yozuv bo'lmasa TikTokni bilmayman. Vayn deb yozilmasa qanaydir nimasinidir biz bilmaydigandek tuyulaveramiz. O'shadan topsak keyin bu qanday sezishimiz mumkin ekan deyman.